Rossiya bo'yicha eng arzon va sifatli telefonlar qayerda sotilayotganini bilasizmi? Unda Sankt-Peterburgda joylashgan Abu Sahi telefonlar markaziga shoshiling. Agar siz Sankt-Peterburg shahrida istiqomat qilmasangiz, buning hech xavotirli joyi yo'q. Chunki Moskva shahrida joylashgan ofis orqali Moskva shahrining o'ziga bepul dostavka. Rossiyaning qolgan barcha shaharlariga esa pochta orqali dostavka qilib beriladi. Manzil va telefon raqamlarini ekraningizda ko'rib turibsiz. Barcha narxlar bilan esa magazinning rasmiy sayti abusahi.ru da tanishishingiz mumkin. Yerning muz qoplami yo'qolib bormoqda. Aniqroq qilib aytsak, juda tez sur'atda. Misol uchun, iqlim o'zgarishi oqibatida 2030-yilga kelib Montananing Glacier milliy parkidagi muzliklar to'liq erib ketishi kutilmoqda. 1850-yildan hozirgi kungacha ushbu parkdagi yirik muzliklar soni 100 tadan 25 tagacha tushib ketgan. Lekin vaziyatga boshqa tomondan qarasak, bunday tabiiy o'zgarishlarning yaxshi taraflari ham bor. Muzliklar erigach, ularning ostida bir necha asrlar qolib ketgan insoniyatga noma'lum bo'lgan kashfiyotlar kashf etilmoqda. Vaholanki, har bir kashfiyotdan so'ng insoniyat nafaqat o'tmishni, balki kelajak sirlarini ham bilib olishmoqda. Havoning isib ketishi va muzlarning erishi oqibatida mana shunday ishonib bo'lmas topilmalar topilgan. Yaqinda Rossiyaning Kolima daryosi yaqinida yoshi 30 mingga yetadigan butunlay muzlab qolgan g'aroyib virusni topishdi. Olimlarning aytishicha, bunga o'xshash viruslar inson uchun butunlay xavfsiz. Sababi, bunday viruslar faqat amiobiyalarga, ya'ni bir kletkali organizmlarga zarar yetkazishi mumkin. Olimlar bu muzliklar orasida boshqa viruslar topilishi ham mumkinligini aytishmoqda. Bundan tashqari, iqlim isib ketishi oqibatida nafaqat bir kletkali organizmlarga zarar yetkazuvchi, balki inson hayoti uchun ham o'ta xavfli viruslar ham uyg'onishi mumkin ekan. Olimlarning aytishlaricha, qadimda odamlarni zararlagan viruslar qayta tiklanib, hozirgi odamlarni ham zararlash ehtimoli ham yo'q emas. Bular oddiy antibiotiklar bilan davolash mumkin bo'lgan zararli viruslar bo'lishi ham mumkin. Ammo aksincha, antibiotiklarga qarshi tura oladigan yoki undan ham yomoni, inson uchun o'ta xavfli viruslar bo'lishi ham ehtimolidan xoli emas. Bunday viruslar ancha oldin yo'q bo'lib ketgani tufayli inson immuniteti bu viruslarga dosh bera olmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu hozircha olimlar aniqlagan insonga xavf soluvchi eng kuchli virus hisoblanadi. Muzlagan qiz 1999-yil Argentina va Chili chegarasida joylashgan vulqon muzliklarining 6706 metr balandligida Inka qabilasi a'zosi bo'lgan o'spirin qiz jasadi topildi. U qiz xuddi 2-3 hafta oldin vafot etgandek ko'rinardi. Olimlar aniqlagach, qiz 13-15 yoshda bo'lib, uni muzlagan qiz deb atashgan. 500 yil oldin bosh qismiga berilgan zarba tufayli vafot etgan bo'lib, uni qurbonlik qilishgan. Past harorat tufayli uning tanasi va sochlari, shuningdek kiyimlari ham juda yaxshi saqlangan. Qizning oldida ovqat solingan idish, oltin va kumush haykallar, noma'lum qush patlaridan yasalgan noodatiy bosh kiyim topilgan. Bundan tashqari, yana Inka qabilasidan 6-7 yoshli qiz va bolaning tanasi topilgan. Tekshiruvlar natijasida ma'lum bo'lishicha, bolalarni uzoq vaqt davomida qurbonlik uchun tayyorlashgan. Eng yaxshi taomlar go'sht va mayiz berib boqishgan va ular har doim kokain va alkogol ta'sirida bo'lishgan. Tarixchilar fikricha, Inka qabilasi qurbonlik uchun eng chiroyli bolalarni tanlashgan. Muzlagan mamont. 2010-yilda Rossiyaning Sibir shahrida vazni 1 tonnaga teng yungli mamont topilgan. Sibirning muzliklarida 39 ming yil qolib ketgan mamont shunchalik yaxshi saqlanganki, hatto tanasidagi muskullari ko'rinib turardi. Antropologiya tarixida birinchi marta olimlar ushbu tarixiy jonivorning qon namunalarini olishga muvaffaq bo'lishdi. Olimlar mamont botqoqlikka botib qolgan va shu yerda muzlab vafot etgan degan fikrni ilgari surishmoqda. Bunga sabab tanasining pastki qismi muzlash oqibatida juda yaxshi saqlangan. Mamontning ba'zi bir tana a'zolari izsiz yo'q bo'lib ketganiga qaramay, mamont juda qadrli ilmiy topilma hisoblanadi. Koreyalik olimlarning aytishlaricha, yukkidan olingan qon namunalari asosida endilikda mamontlarni qayta tiklash imkoniyati tug'ilishi mumkin. Agar bu amalga oshsa, olimlar yungli mamontlarni izlab Sibirga borishlariga hojat qolmaydi. Mumiyo etsi 1991-yilning sentyabrida 2 nemis turistlari noodatiy topilmaga duch kelishdi. Bu muzlab qolgan va juda yaxshi saqlangan odam tanasi qoldiqlari edi. Oldingi turistlar bu yaqinda vafot etgan alpinist deb o'ylashdi, lekin olimlarning aniqlashlaricha, ushbu mumiyoning yoshi 5000 dan oshiq. Ushbu topilma juda qadrli bo'lib chiqdi. Axir olimlar bunday yaxshi saqlangan, mumiyolangan inson tanasini hech qachon tiklab ko'rishmagan edi. Uning oshqozonida hali hazm bo'lmagan yegulik topilgan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, u inson to'satdan vafot etgan. Rentgen orqali tekshirilganda, uni yelkasidan kamon o'qining bir qismi topilgan. Demak, uni 5000 yil oldin dushmanlari kamon yordamida o'ldirishgan. Keyinchalik esa yirtqich hayvonlardan saqlash uchun uning tanasini muz bilan ko'mib qo'yishgan. Uning tanasi chuqur ko'milganligi tufayli muz ko'chishlari oqibatida zarar ko'rmagan. DNK tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, muzlab qolgan odamning hozirgi kunda kamida 19 ta tirik avlodlari mavjud.
Hindistonda ishlab chiqarilgan. Fransuz alpinisti Mont Blancga chiqish jarayonida to'satdan muzdan chiqib turgan temir idish topib oldi. Idishda kichik xaltachalar bo'lib, ularda Hindistonda ishlab chiqarilgan deb yozilgan edi. Har bir xaltachada taxminan 100 dona zumrad, olmos, rubin va boshqa turdagi qimmatbaho toshlar bor edi. Aytishlaricha, ushbu qimmatbaho toshlar bor idishni $377 ming ga baholashgan. Bu qimmatbaho toshlarni o'ziga olish o'rniga alpinist ularni politsiyaga topshirdi va keyinchalik qimmatbaho toshlar Fransiya shahrida joylashgan Shamoyni shahar administratsiyasiga topshirdi. U yerdagi olimlar bu toshlarning kelib chiqishi tarixini o'rganishga harakat qilishdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yerlarda tarixda 2 marta Hind samolyoti baxtsiz hodisa tufayli halokatga uchragan. Halokatlardan biri 1950-yilda yuz bergan. Jeneva va London orqali Nyu-Yorkka uchgan 707 Boeing'i uchuvchi xatolari tufayli Mont Blanc tog'i bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda barcha 117 yo'lovchilar va ekipaj a'zolari vafot etishgan. Halokat oqibatida tog' etagida katta chuqurlik paydo bo'lgan. Hozirgacha bu chuqurlikda samolyot qoldiqlari va yo'lovchilarga tegishli bo'lgan boshqa narsalar mavjud. Olimlar esa qimmatbaho toshlar Londonda yashagan oilaviy tadbirkorlarga tegishli bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Do'stlar, bu bilan hali bu videomiz nihoyasiga yetmadi. Gap shundaki, bu mavzudagi materiallar hali menda ko'p. Agar birgalikda 2000 ta like yig'a olsak, men ikkinchi qismini sizlarga taqdim etaman. Hozircha esa xayr, kanalga obuna bo'lishni unutmang.